Tushunmadimmi? Sen Madi uchun kelganding maktabga? Nima xohlasan mendan? Sani Madi ichkarida Abdazimni o'tiribdi. Nimalar deb tashoqsan, qoch. Yur gaplashib olaylik sen bilan. Nima gaping bo'lsa shu yerda gapirasan. Sen bilan keyin gaplashamiz. Yurdaman senga. Nima qilyapsan? Qo'yib yubor, qo'limni. Sen nimaga o'zgarib qolding? Men sen bilan gaplashadigan gapim yo'q. Tushunmadim seni. Seni shunchalik o'zgarishingga pul sababchi bo'ldimi? Ha, pul o'zgartirdi. U qilib berayotgan narsani sen 1% ni ham qilib bera olmaysan. Men sen uchun shu maktabga keldim. Sen uchun hamma narsa qilaman. Bitta pul uchun mendan kechyapsanmi? Men uchun kelgan bo'lsang, endi men uchun ket. Sen uchun sevgidan pul ustun ekan. Mayli, men ketaman. Sog' bo'l. Madina, kecha Asl senga nima dedi? Qo'y, shu haqida gapirma. Madina, men senga begona emasman-ku. Nima deganini aytib bo'ldi. Abdazim, qo'y shu mavzuda gaplashmaylik, yur ketdik. Madina, to'xta. Assalomu alaykum ustoz. Kirsak bo'ladimi? Ha, Abdazim, Madina, nimaga kechga qolyapsizlar? Ustoz, shu siz azgincha yo'lda ushlanib qoldik-da. O'tirsak bo'ladimi? Dars sallaga o'yinchoq emas, vaqtida yetib kelaring. Abdazim, menga qara. Labbay ustoz. Sumkangni yech. Tinchlikmi? Tinchlik Abdazim. Hurmatli o'quvchilar, hozirgi kunda maktab bolalari o'rtasida doriga o'tirib qolganlar juda ham ko'p. Shuning uchun Abdazim, sumkangni yech. Men sizga sumkam bermayman. Abdazim, o'zingdan shubhalantirma. Hozir seni sumkangni tekshiraman, keyin darsga kirasan. Ustoz, sumkam bermayman sizga. Men senga yana bir marta aytayapman. Abdazim, sen haqingda turli xil gaplar menga yetib keldi. Shuning uchun hozir sumkangni tekshiramiz. Nima bu Abdazim? Ustoz, hozir men sizga hammasini tushuntirib beraman. Bu oddiy dori. Madinaning onasining mazasi yo'q. O'shaning uchun dorixonamizdan ovdim. Yaxshi. Bor joyingga o'tir. Ustoz, dorini bering. Men senga joyingga o'tirishing mumkin dedim. Ustoz, bu dorini Madinaning onasiga berib olishimiz kerak. O'tir. Rahmat. Sizlar ham joyingizga o'tirib olinglar. Darsni davom ettiramiz. Hurmatli o'quvchilar, hozir bekorga Abdazimning sumkasini titkilaganim yo'q. Hozirgi kunda doriga ro'ch qo'ygan o'quvchilar soni juda ham ko'payib ketdi. Kesillar. Mahallangizda salom berish o'rgatishmaganmi? Kimsiz? Men darsimni o'zingiz buzib kirib kelasiz. Men sinfda yangi o'quvchiman. Birinchi kundan kayfiyatimni buzmassiz. Sizda qalay ham ko'payib ketdi. O'tiring joyingizga. Tushunmadim. Oyog'ing o'sib qoptimi? O'zingni kattaroq ochib yur. Nima deyapsan? Menga qarang, nima qilyapsiz? Birinchi kundan janjal qilib, joyingizga o'tirsangiz tez. Xo'p. Yaxshi yetib keldingmi? Yaxshi kelib qoldingmi? Yaxshi. Namuncha bu sinfdoshlaring muomalasi yo'q. Endi qozonda bor cho'mishga chiqadi. Asabiylashma, tanaffusda o'zing yaxshilab gaplashib qo'yasan. Bo'ldi, muammo yo'q. Ha, aslidan bor-yu, o'shan sinfdan ketkizib yubordim. Zo'r bo'pti-yu. Endi o'zimiz sinf qo'lga olmasak bo'lmaydi. Demak, kimniki kutish kerak? Hozircha hammasi normal. Ketkizadigan bo'lsa, sen o'zingga aytaman. Bo'ldi. Bizning sinf senga yoqdimi? Ha, bo'ladi. Bo'ldi. Gaplashmaylik, ustozning to'qarib ol. Asl to'xta. Xo'p. Nimaga kecha kelmading? Men bu maktabga Madina uchun kelgandim. Endi o'zim maktabimga o'tib ketaman. Bitta qizni boshqa maktabga o'tib ketish shartmi? Ha, endi aytaman-ku, o'sha uchun kelgandim. Keyin unda Madinadan san alamini olamiz. Qanaqa qilib? Biz Madinaga gaplashgan rolni o'ynab beramiz. Ha, bo'ldi, xo'p. Aslidanmi? Zuhriya bilan turibdimi? Boya meni chalgan qiz shumi? Xuddi o'zi bo'ladi. Hozir ko'rsatib qo'yaman men unga. To'xta.
Nima qilmoqchisan? Hozir borib uraman boyaman chalgani uchun. Jinnimisan? Birinchi kunda urishib nima qilasan? Teng bo'li terpila qiz. Chiqatda bansiga o'tib oladi. Nima qilasan? Senga shuncha momo kerakmi? Bo'ldi. Kerak emas bo'lsa yur. Keyin hal qilamiz. Oldimga tush.